Hey, xafa bo'lma. Dardingga sherikman og'ayni. Uni o'lganidan hammamiz afsusdamiz. Uni o'lishi aniq edi. Oxirgi paytlar u ancha saviyasiz bo'lib qolgandi. Bir tomondan bunday yashagandan o'lgani yaxshiroq. Mayli, chet el filmlarini ko'rib turamiz endi. Ilojimiz qancha? Nahotki uni o'lgani rost bo'lsa, endi qaytib tirilmaydimi? Axir yaqindagina o'zbek kinosi butun O'rta Osiyoni zabt etgandi-ku. Juda ham kuchli ma'noli filmlar yaratilardi. Endi u davrlar qaytib kelmaydimi? Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz. Bugungi videoda biz mustaqillikning dastlabki 20 yilligida suratga olingan eng e'tiborga loyiq o'zbek filmlari haqida gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda biz kuchli g'oyaviy targ'ibotga ega o'zbek filmlarini shaxsiy subyektiv fikrlarimizga asosan tahlil qilamiz. Sevgi va do'stlik mavzusidagi o'zbek filmlarini keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rib chiqamiz. O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, kinolarimiz endi sovet ideologiyasiga emas, yangi davr g'oyalariga xizmat qila boshladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida kino sohasi moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi, lekin ijodkorlar to'xtab qolmadi. Endi film yaratish faqat davlat emas, balki shaxsiy tashabbuslar orqali ham davom etdi va kino biznesga ham aylandi. Kinolarda ko'proq milliy qadriyatlar ulug'lanib, tarixiy shaxslarga nisbatan qarashlar o'zgardi. Shu davrlarda misol tariqasida tarixiy mavzuda Otamdan qolgan dalalar, Buyuk Amir Temur, Bobur video filmlari, ijtimoiy mavzuda Yaratganga shukr, Kichkina tabib, Osmondagi bolalar, Iblis devori filmlari va Loves teleseriali, kriminal janrda Shaytanat va Zanjir seriallari suratga olingan. Ko'pchilik kinotomoshabinlar yangi davr filmlarining barchasi chuqur ma'noga ega bo'lmagan sayoz filmlar deb hisoblashadi. Bu e'tirozlar o'rinli, lekin yaxshilab saralab ko'rilsa, e'tiborga loyiq kino asarlarini topishimiz mumkin. Keling, ularning ba'zi birlarini tahlil qilib chiqamiz. Izohlar bo'limidagi havola orqali siz kanalni moliyaviy qo'llab-quvvatlab, yangi ko'rsatuvlar tayyorlanishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. O'yin 2008-yilda rejissyor Orif Yo'ldoshev va Baxtiyor Aynazarov tomonidan suratga olingan O'yin filmida kriminal hayot va qimor o'yinlari tasvirlangan. Filmda Jamshid ismli yosh tadbirkor moliyaviy sharoiti yaxshi bo'lishiga qaramay, qisqa vaqtda ko'p pul topish ilinjida qimorbozlik dunyosiga kirib keladi. Shuncha pulni yutib olsang bormi? Eng zo'r mashina sotib olishing mumkin. Agar shunaqadan 1-2 marta yutsang, eng zo'r dang'illama havli ham tayyorda. 50. Bas. Pulni torting, jiyan. Yaxshi keldi. Lekin bu yo'lda u o'z kuchiga qattiq ishonib, xato qiladi va katta o'yin qurboniga aylanadi. Manavi tuz. Bunisi ham tuz ekan. Qara. Uchinchisiga ham tuz ketdi. Yo Jamshid, shaytondan qarziz jami 13 million bo'ldi. Bir hafta muhlat. Buni qimor deb qo'yibdi. Pulni Jamshidbek 2 kundan keyin tayyorlab qo'ying. Filmda kriminal dunyosi a'zolari juda ayyor va shafqatsiz qilib tasvirlangan.
Abror aka jon, yarim yil muhlat bering aka. Iltimos, uzaman qarzimni. Yolvoraman. Itingiz bo'lib o'zingizda xizmatingizni qiling aka. Shafqat qiling. Meni o'ldirmang aka. Iltimos, bir umr qulingiz bo'laman. Rahm qiling. Men qimorbos emasman. Birinchi marta o'ynashim edi. Endi uka, birinchi martami, oxirgisimi? Zig'ircha ham farqi yo'q buni. Tushunding? Yutqizdingmi? To'la. Meni kechir yigit. Bunaqa qarama menga. Ishim shunaqa bo'lgani bilan o'zim ko'ngilchan odam. Sen esa birinchisi ham emassan. Oxirgisi ham. G'oyaviy jihatdan o'yin filmi bu yo'llarning qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishini tasvirlagan. Tan olishimiz kerak, kino dunyosidagi ba'zi bir chuqur ma'noli filmlar tomoshabinlar e'tiboridan chetda qolib ketadi. Chunki ko'pchilik oson va yengil qabul qilinadigan, fikr mulohaza qilishga undamaydigan filmlarni ma'qul ko'rishadi. Xuddi oson tayyorlanadigan zararli fast-foodni iste'mol qilgandek. Misol tariqasida nohaq e'tibordan chetda qolgan filmlardan biri bu O'tov filmi. 2007-yilda rejissyor Ayub Shahobiddinov tomonidan suratga olingan filmda otasi Stalin qatag'oniga uchragan ziyoli oila vakili Said Abdulloh Sovet hukumati tuzumiga norozi bo'lib, u o'zini va o'g'lini iloji boricha tashqi dunyodan cheklashga harakat qiladi. Hukumatning ta'siri baribir ularga bilinib turadi. Said Nurmuhammad o'g'li Said Ubaydilloh kollektivniy xozaystvo nimaligini qayerdan tushunarding? O'sha seni hukumating. Bobomni quloq qildi. Otamni qatag'on qildi. Meni xalq dushmanining farzandi deb e'lon qildi. Hamma yaqinlarimni birma-bir yo'qotdim. Bisotimda faqat o'g'lim qolgan. O'g'li Javohir otasiga bildirmasdan gazeta, jurnallar, televizordagi propaganda orqali tashqi olamni tasavvur qilishga harakat qiladi. Biz bilan jonajon partiyamiz oldida bergan so'zimizdan chiqdik. Muddatdan oldin bajardik. Biz yangi tashabbus bilan chiqdik. Yasakkan detallarni biraksiz tushirish. Tengdoshlari uning hayot tarzini tushunishmaydi va unga devonadek qarashadi. Nima seningcha? Nimani bilasan o'zi? Odam yashash uchun tug'iladi. Birovlarning hayotini televizordan tomosha qilish uchun emas. Javohir O'tovni tark etib, o'z zamonidagi jamiyat a'zosiga aylanmoqchi bo'ladi. Nega tushunmaysan? Buni hammasi yolg'on. Ularning gapiga ishonma o'g'lim. Iltimos ketma. Ubaydulloh yakka yolg'iz qolgandan keyin yanada chuqur g'amginlikka botadi. Faqatgina qariganda topgan ikkinchi umr yo'ldoshi ozgina quvonch olib keladi. Film bosh qahramoni haqiqiy ziyoli, qiyinchiliklarga qaramasdan o'z qadriyatlariga sodiq, mag'rur erkak sifatida tasvirlangan. Javohir tirikmi? Nimaga jo'ralarga qo'shilmaydi? Qo'riqib tarbiyalaganmisiz? Meni o'g'lim bor emas. Ma o'sha. Qo'rqma, yezim. Xulosa qilib aytganda, film minimalizm ko'rinishida suratga olingan bo'lsa-da, juda keng qamrovli mavzularni o'z ichiga olgan. Filmlar jamiyatdagi yuzaga kelayotgan muammolar va xavflarni oldini olishda kuchli targ'ibot quroli hisoblanadi. Navbatdagi film jamiyatdagi 2000-yillarda yuzaga kelgan noqonuniy sekta xavfini ommaga ochiqlab bergan. Arosat 2009-yilda suratga olingan bu filmga Mansur Abduxoliqov rejissyorlik qilgan. Filmda jamiyatda tarqalayotgan g'arb mamlakatlari tomonidan moliyalashtirib kirib kelgan sektalar va ularga aldanib qolgan yosh oilaning ayanchli qismati ko'rsatilgan. Film qahramonlari Salohiddin va Matluba xuddi shu oqim ta'siriga tushib qolishadi. Endi odamlarning orasiga kirib, o'zbek tilida tushuntirish ishlarini olib borasiz. Savdoshlarimizni yana ham ko'paytirishimiz kerak. Men mahalla ko'yda
xotin-qizlarni shu yo'lga da'vat qilaman. Eng avvalo yordamga muhtoj, hayotda qiynalgan odamlarni topish kerak. Bunday kishilarni pul bilan avlash oson. O'zlari miyalari zaharlangani yetmagandek, atrofdagilarga ham bu sekta g'oyalarining targ'ibotchisiga aylanishadi. Siz sig'inib kelayotgan din, tanlagan yo'lingiz, urf-odatlaringiz, an'analaringiz, fe'l-atvoringiz hammasi noto'g'ri. Men ta'riflayotgan najotkor e'tiqod barchangizni qutqaradi. Hatto ota-onalarining ulardan noroziligi ham ularni to'g'ri yo'lga qaytara olmaydi. Meni bu yo'ldan qaytarmang, oyi. Undan ko'ra siz ham bizga qo'shiling. Kam bo'lmaysiz. Voy. Qizim, nimalar deyapsan? Shunaqa deyishga uyalmaysan? Chiqib ko'zimdan! Dadasi. Sendek qizim yo'q. Shunaqa demang, o'zingizni bosing. Axir yo'q. Berkan tushunga rozi emasman. Matluba baxtsiz hodisa tufayli vafot etgandan so'ng uning janozasiga hech kim qatnashishni istamaydi. Chunki islom dinidan qaytgan bu oila jamiyatdan uzilib, arosatda qolgandi. Mayitni hech bir qabriston qabul qilmaydi. Shoshmanglar. Mayitni tushirmay turinglar. Tushirmanglar. Olib ketinglar bu yerdan. Nega domla? Biz kelishgandik-ku. Sen meni aldab ketgan ekansan. Axir bu ayol musulmonchilikdan chiqqan ekan-ku. Bu mayitga bu yerda joyi yo'q, bilib qo'y. Qani, olib ketinglar. Iltimos domla, aytgan pulingizni beramiz. Faqat bizni noumid qaytarmang. Domlajon, bu sir oramizda qoladi. Hech kimga aytmaymiz. Xudodan-chi? Xudodan ham yashira olasizlarmi? Va janozasi o'qilmay yo'lning bir chetiga ko'miladi. Bunday soxta, g'ayri diniy sektalarning ko'pchiligi asosan G'arbda 19-asr oxirida paydo bo'lgan va afsuski, hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab agressiv propaganda ishlarini olib borishadi. Bu ham o'ziga xos moliyaviy piramida bo'lib, sekta boshqaruvchilari insonlarni jalb qilish uchun avval pul sarf qilib, sekta a'zosiga aylantirishadi. Keyinchalik ularning butun hayotini boshqarib, sektaga doimiy to'lov qilishga va yangi a'zolar olib kelishga majburlashadi. Arosat filmi aynan shu xavfdan ogoh bo'lishga chaqirgan. Drama janridagi filmlarning eng ta'sirlisi bu albatta urush mavzusida olingan filmlar. Navbatdagi filmda yaqin o'tmishimizda sodir bo'lgan tushunarsiz urush mavzusi birinchi marta ko'rsatilgan. Afg'on 2012-yilda suratga olingan ushbu filmga Yolqin To'ychiyev va Bahriddin Aynazarov rejissyorlik qilgan. Asosiy g'oya 1979-yildan 1989-yilgacha davom etgan SSR va Afg'oniston urushiga bag'ishlangan bo'lsa-da, filmda urush sahnasi umuman yo'q. Barcha hodisalar Afg'onistonga yaqin O'zbekiston hududidagi bir qishloqda sodir bo'ladi. Ilk kadrlarda Afg'on urushidan qaytgan ikki askarning jasadi Gruz 200, ya'ni yuk 200 qishloqqa kirib keladi. Bunday tobutlar Sovet armiyasida jasadi tanib bo'lmas holga kelgan askarlarning tobutni ochmasdan dafn qilishga mo'ljallangan bo'lib, 200 kilogramgacha yukni ko'targani uchun Gruz 200 deb atalgan. Film syujetida qishloq raisi o'z o'g'lini urushga yuborishni istamaydi, chunki ichidan qo'shni davlat bilan bo'layotgan bu urushni mantiqsiz va noto'g'ri deb hisoblaydi. Raisning o'g'li Akbar otasining bu qaroridan norozi bo'ladi, chunki atrofdagilar uni haqorat qilishlariga chiday olmaydi. Urushga borishni va nomini oqlashni xohlaydi. Dada, nima endi? Shu tog'da bekinib o'tirishim kerakmi? Bunaqalarni bilasizmi, uni batashadi. Dezertir, qo'rqoq deyishadi. O'g'lim, sen tushunmayapsan. Yo'q, dada, siz tushunmayapsiz. Ko'chada yursam mazax qilishadi. Negodni deyishadi. Nimaga men vatanimga xizmat qilmasligim kerak? Xo'y, seni vataning ana bu tog'lar, mana bu onang, singillaring, qo'shnilaring, yurtimizdagi odamlar. Agar bular xavf ostida qolsa, birinchi bo'lib o'zim seni xizmatga jo'nataman. Otasi o'g'lini urushning asl qiyofasini tushunishi uchun tobutlarni oilalariga topshirishga yuboradi.
Mo'g'ul laqabli Shafyor Abdullo obrazi afg'on urushidan qaytgan veteran qiyofasini gavdalantiradi. Abdullo urushdan so'ng jamiyatda o'z o'rnini va hayotida ma'no topa olmayotgan alamzada, e'tiqodsiz insonga aylangan. Qaysi asrda yashayotganimizni anavi espaslarga tushuntir. Urushga bormaslik uchun kimlar bilan muomala qilish kerakligini tushuntir ularga. Aqllisan-ku. Aslida otam bor, nima g'amim bor deb yurgan bir so'taksa. Aroq bering. Musulmonsan-ku axir. Qamalgingiz kelyaptimi shishi? Men partiyniman. Meni Xudoyim Lenin. Filmda o'z o'g'lining o'limiga ishona olmayotgan ota obrazi juda kuchli ifodalangan. Nega? Nega endi bu meni bolam bo'lish kerak? Oldin buni ochinglar. Ko'ray. Keyin ishonay. Fayzulla. Bu oddiy bir temir. Raislar xalq mulkini yeb, bolasini bag'riga bosib yotsa mumkin ekanda, ha? Gapiring. Nega endi demaysiz? Amaldorlarning qo'li uzunda. Hammang teng, hammang baravar deysiz. Qani tenglik? Qani tenglik? Shumi tenglik? Fayzulla aka, bo'ldi. Qani tenglik? Teng deysan, bittasi tirik, bittasi o'lik. Qani tenglik? Fayzulla. Qani? Bolam emas. Bolam emas. To'g'ri chetga olinglar. Voy bolam. Film qahramonlari ikkinchi tobutni uyiga olib kelishganda Akbar marhumning ko'zi ojiz onasiga rahmi kelganidan yolg'on gapirishga majbur bo'ladi. Kel bolam, kel. Shu yerdama yana. Eling o'rgilsin. Endi. Hammasi jonimga tegib ketdi. Bo'ldimi? Yana qochyapsan. Ha, qo'chyapman. Qo'chyapman, qo'chyapman, qo'rqaman, chevoraman. Sizingtirman. Meni yonlarga borib o'lib ketishdan qo'rqmayman. Ota-onam dosh bera olmaydi, ota-onam. Tushunyapsizmi? Meni ota-onamla kimni sariq chaqali ishi bor. Sizlar ham yashash o'rniga o'lib ketaverasizlar o'shanaga o'xshab. Turing burada senlar. O'zbekistondan afg'on urushiga yuborilgan askarlar soni 63 ming nafar. Ularning 1566 nafari urushda halok bo'lgan. Bedarak yo'qolganlar soni 64 kishi. Jarohat olgan va nogiron bo'lib qaytganlar 6 mingdan ortiq. Bu raqamlar rasmiy manbalarga tayangan holda taxminiy hisoblanadi. Filmda butun voqealar rivoji davomida sukut saqlagan askar obrazi bor. U og'riqlari bilan faqat o'zi kurashadi va hech kimga dardini aytmaydi. Film so'ngida unga yuklatilgan missiyani bajargandan so'ng ismini ham aytmay, izsiz noma'lum manzilga ketadi. Ushbu askar barcha nom-nishonsiz tarixda qolib ketgan afg'on urushi qatnashchilarini ramziy ma'noda ifodalaydi. O'zbek filmning mustaqillik davridagi eng dramatik mavzuga bag'ishlangan filmi qaysi deb o'ylaysiz? Vatan. 2006-yilda rejissyor Zulfiqor Musoqov tomonidan suratga olingan Vatan filmi inson va vatan o'rtasidagi bog'liqlik, fidoyilik, shaxsiy kechinmalar va jamiyatdagi katta muammolarni tasvirlaydi. Film syujetida AQShda yashab kelayotgan 2-jahon urushi qatnashchisi Qurbon ismli keksa inson ancha yillardan beri ona qishlog'ining sog'inchi tinchlik bermay, bir kuni vataniga qaytib keladi. Ona tuprog'imni o'pmoqchiman, bolam. Beton, dada. Uning maqsadi ona vatanining diydoriga to'yish va mansab uchun dushman bo'lgan hamqishlog'idan qasos olish edi. Filmdagi barcha qahramonlar juda ishonarli tarzda ochib berilgan. Sodda va kuchsiz bo'lsa ham, g'ururini yo'qotmagan bosh qahramon Qurbon. Suv ichib yuborasanmi? Hozir to'xshamni vaqti emas. Urush ertinni hammamizni armiyaga olib ketishadi. Bu urushdan hech kim qaytib kelmaydi. Qurbonni boricha qabul qilib, sevadigan vafodor Gunafsha. Sen undan zo'rsan. Hattoki chiroylisan, bo'ying ham baland. Lekin
Qurbon boshqachada. Yo'q-e. Balki o sepkilarim borligi uchun sovchi yubormayotgandir. Sepkilarim yoqmaydimi senga? Nega? Yoqadi. O'z maqsadiga yetish uchun hech narsadan tap tortmaydigan ayyor Homid. Birovni xotinning yo'lini to'sishga qanday yuzing chidadi? Chidadi. Qurbon o'lgan. Ota-onasiga aytgani tilim bormaydi. Ket bu yerdan. Menga turmushga chiqsang, hammasini bosti-bosti qilaman. Min la'nat senga. Men seni sevaman. Ruhaymog'ingni yo'q qilib tashlayman. Butun umr Amerikada katta bo'lib, ota yurtiga begona bo'lib ketgan farzand. Dada! My homeland is the United Mening vatanim Amerika. Men u yerda tug'ilganman va bundan baxtliman. Shu vataningizdan, o'z nomingizdan, uy-joyingizdan, ota-onangizdan, sevgan-yoringizdan mahrum bo'ldingiz. Axir kichkinaligimdan menga aytardingiz-ku, butun hayotim barbod bo'lgandi. Shu vatanda jang qildingiz, qon to'kdingiz, azob chekdingiz. Xo'sh, vataningiz nima berdi sizga? Filmda Ikkinchi jahon urushi dahshatli voqealari, O'tdaja, hayvonlar! fashistlarning konslagerlarda asarlarga nisbatan vahshiyliklari, Ты сыт? Нет, я голодный. Я не ем свинину. Ты что, еврей? А кто ты? Узбек. front ortida mehnat qiyinchiliklari, Sen brigadir bo'lib turib, odamlarni dalaga olib chiqmabsan. Nima? Nima yog'yapti? Yomg'ir yog'ib turgandi. Menga desa, yomg'ir tugul, tosh yog'maydimi? Har daqiqa Iosif Vissarionovich Stalin uchun, vatan uchun qon to'kayotgan paytda sen esa qanaqadir yomg'ir deysanmi? urushdan keyingi Stalin qamoq lagerlaridagi hayot juda ishonarli tarzda ko'rsatib berilgan. Günahşa! Günahya bilet buldum! Filmda vatan nima degan savolga barcha bu qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan Qurbon ota tilidan aniq javob berilgan. Vatan, mana bu moviy osmon, mana bu yer, mana bu oqib turgan soy, mana bu keng dala. O'g'lim, balki sen haqdirsan. Lekin hayotimni vatanim barbod qilmadi. Zamon shunaqa edi. Endi armonim yo'q. Agar siz Instagramdagi qisqa reelslarni ko'rishga o'rgangan bo'lsangiz, bu filmlarni tomosha qilish sizga og'irlik qiladi. Chunki bu filmlar tomoshabinni fikr-mulohaza yuritishga majbur qiladi. Siz uchun eng yaxshi o'zbek filmi bu qaysi? Izohlarda yozib qoldiring. Va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Har doimgidek mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Ko'rishguncha